Laktaza yetishmovchiligini aniqlash uchun analizlar. Najasda uglevodlar miqdorini aniqlash. Najasda laktaza borligini ko'rsatadi. Najas kislotali pH testi. Agar najasda pH 5,5 dan past bo'lsa, unda laktaza yetishmovchiligi ehtimoli borligini ko'rsatadi. Vodorodli nafas testi. Bola laktoza qabul qilganidan keyin nafasida vodorod miqdori aniqlanadi. Bola 3-6 oyga to'lganidan keyin qo'llaniladi. Genetik test tug'ma laktaza yetishmovchiligini aniqlashda qo'llaniladi. Laktaza yetishmovchiligi davosida eng asosiysi oziqlanishni to'g'ri tanlash. Bu ona sutiga qo'shimcha ravishda laktaza fermentini qo'shish bo'lishi mumkin yoki aksariyat holatlarda ona sutidan voz kechib laktozasiz maxsus sun'iy aralashmalardan foydalanishga to'g'ri keladi. Ferment terapiya. Laktaza fermentini ona suti yoki sun'iy aralashmaga qo'shib berish. Tranzitor laktaza yetishmovchiligi 2-3 oyda o'tib ketadi. Ikkilamchi shakli asosiy kasallik davolansa yo'q bo'lib ketadi, lekin tug'ma shakli butun umrlik laktozasiz parhezni talab etadi. Laktaza yetishmovchiligi yangi tug'ilgan chaqaloqlarda ko'p uchraydi, lekin ko'p holatlarda tranzitor bo'lib, ferment va parhez yordamida nazorat qilinadi.